faxrlanishga arziydigan bir ma'lumot bilan ulashmoqchiman. O'zbek brendining Koreyadagi vakolatxonasi. Juda ajoyib. Burada mana o'sha biz bilgan Ermak brendining qiyomlari, soklari, mana asl brend nomi bilan har xil tabiiy sharbatlar, qoqi, o'rik, qoyil. Hatto to'g'risi biz ko'rmagan, balki e'tibor bermagandirmiz. Bu yerda biz ko'rmagan mahsulotlari ham bor ekan. Biz odatda pista qurt sifatida bilardik. Mana bu vakolatxonasi. Mana bu yerda o'sha pista mahsulotlari bo'yicha. Xo'sh. Bu yerda esa mana umumiy qoyil, mana olma lavlagi, bixi, har xil o'zimizda tabiiy mahsulotlardan qilingan mana bu Ermak brendining eng asosiysi mana bu sovg'a uchun yasalgan juda zo'r, chiroyli upakovka qilingan, qadoqlangan. Ajoyib. Dizayni ham juda chiroyli. 100% tabiiy. Qoyilnikin 100% tabiiy, shakar va boshqa sun'iy qo'shimchalarsiz. Yorliqlik. Omad tilaymiz. Bu yerda ham sertifikatlari chiroyli. Havas qildik ushbu tadbirkor akamizga. Olcha sovusiga qoyil. Qoyil gap yo'q. Mana bu yerda ham Kunjut mavqeyi. Kunjut pastasi mana. Bu eng foydali narsa bu. Bu ham ko'rasizmi? Bez sahr, ya'ni anaqasi shakarsiz mana. Bu kunjut ayniqsa Koreya bilan Yaponiyada juda ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot. Bu unda kalsiy bo'lar ekan. Kalsiy, mana shu tabiiy kalsiy mana shu kunjutda bo'ladi. Mana yer yong'oq, kaju degan urug', bu xurmo ekan, uzum, qoyilnikin. Mensimaymiz, shu hammasi O'zbekistonda bor. Anor, qoyilnikin. Mana bu yerda ham hammasi tabiiy. mahsulotlar juda ajoyib, qadog'i ham xalqaro darajada. Mana bu ushbu mahsulotlar. Omad tilab qolamiz mana shu brendlarimizga.